Bir mazlumning ahiga qo'shin avatgan. Bir mazlumning ahi uchun davlatining qo'ldan ketishi, saltanatning yiqilishiga pisand qilmagan. Bir qalam bilan bo'lsa-mu, zolimga yordamlashni nomus biladigan bir ummat edi. Bu ideya, bu qarash uchun talay jonlar qurbon bo'lgan, nurg'un yigitlar shahodat sharbati ichgan bir ummat edi. Undaqda bizga bugun nima bo'ldi? Biz bugün mazlum bolduq. Bizga zulm qilganlar bilan bir sapda turganlarni ijtimoiy taratqularda ayıpladik, qildiq. Atrofimizdagilarga söküp iç pushig'imizni chiqardik. Ammo o'zimizchi zolimga qarshi maydonda tik tura oladikmi? Manfaatlarimizdan voz kecha oladikmi? Barliqimizni bu yo'lga atiy oladikmi? Yo'q. Yo'q. Zolimga yantayoq bo'ldik. O zalim tehi bizga zulm qilayotgan aşı zalim edi. Bizning eng qimmatli dinimizni dafsanda qilayotgan, qimmat qarashlarimizni dastlab chaylayotgan, madaniyatimizni buzg'unchilikqa uchratayotgan, bizni ata-onamiz, urug' tuqqan bola chaqalarimizdan ayirgan, pul mollarimizdan, imtiyozlarimizdan mahrum qilgan, eng muhimi kindiq qanimiz to'kilgan ana vatanimizdan ayirib, yaqin yurtlarda sarson qilgan zalim edi. Bundaq zalimga mazlum avlodlarning yordam berishi, qo'llab-quvvatlashi, yiqilmaslik uchun hamkorlashishi, xuddi o'zini o'zi halok qilayotgan yoki oqibatini bilib turib halokat yo'liga menayotgan va yoki o'zining qabrisini o'zi ko'layotgan, hatto ko'lab bo'lib o'zini o'zi ko'mayotganlarga o'xshaydi. Men sifatlayotgan bu kishilar zolimga qarshi oshkor do'stlik ifodalaganlar emas. Ular bilan bir bayroq ostida turganlar emas. Ularning chapinini ko'targanlar emas, balki o'z qilmishlarini xato deb qaramaydigan, namoz o'qiydigan, ammo din dushmanlariga yordam qilayotganligini his qilmaydigan, dinning ruhini hayotidan izlamaydigan kishilardir. Ular millatchilikni da'vo qiladi-yu, ammo millatining qonini to'kayotganlar bilan birga ishlayotgan, millatining to'kilayotgan qonini ko'rmaydigan kishilardir. Qaraydigan bo'lsangiz, o'z kuchi bilan yashayotganligini, tijorat qilayotganligini, o'zining halol emgak bilan shug'ullanayotganligini davron solayotgan kishilardir. O'zining zolimning sodisi uchun, kafirning zulmi uchun bozor echayotganligini, yo'l echayotganligini, qarindoshlari majburiy qul qilinayotgan zavod korxonalarning, xalqaro shirkatlarning depini chelayotganligini his qilmaydigan kishilar. Ular zolimga yantayoq bo'layotgan, qarindoshlariga zulm qilayotgan kishilardir. Allah Taala Qur'on Karimda va ta'awanu 'alal birri vat taqwa va la ta'awanu 'alal ismi val 'udwan wattaqulloh innalloha shadidul iqob. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar, gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq degan. Diniy jihatdan umumiy musulmonlarning kofirlarga yordam berishi harom bo'lganidek, bir Sharqiy Turkistonlik musulmonning bevosita o'ziga zulm qilayotgan zolimning, kofirning melini setishi, xalqaro savdosini rivojlantirishi o'xshashla harom emasmi? Xuddi haroq ichish harom bo'lgandek, zulm qilish harom bo'lgandek, Xitoy melini setish, setib olish, Xitoydan Turkiya va yoki boshqa davlatlarga akeldirib, vatanning degan chiroyli nom bilan setayotgan bir millatning boshqa davlatlarni, shirkatlarni, korxonalarni va xalqlarni Xitoy mollarini boyqut qilish chaqiriq qilishi amaliyotda qaysi logikaga, qaysi aqlga uyg'un bir ish? O'zimiz qilmagan bir ishni boshqalardan talab qilish, o'zimiz yemaydigan bir narsani boshqalarga yegizish, o'zimiz xohlamaydigan bir ishni boshqalarga qildirish, bularning qaysi dinimizning ta'limotiga uyg'un? Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Ey mu'minlar, nima uchun o'zinglar qilmaydigan bir ishni so'zlab yurisizlar deb musulmonlarga nido qilmaganmi? Payg'ambar alayhissalom musulmonlar bir tanga o'xshaydi degan emasmi? Agar u musulmon sizning qarindishingiz, ota-onangiz, bola chaqalaringiz bo'lsa, bevosita sizga aloqador bo'lsa, mas'uliyatingiz texmi og'irlashmamdi? Xitoy mollarini boyqut qilish chaqiriqi qilinayotgan bo'lsa-mu, Uyg'urumning qo'lida Xiaomi, Oppo telefonlar, Huawei kompyuterlar o'ynab yursa, o'xshamagan yo'llardan Turkiya va boshqa davlatlarga turkumlab akeldirilayotgan bo'lsa, andin yuqori bahoda setilayotgan bo'lsa, buni yana faqat Uyg'urlarimizni setib olayotgan bo'lsa, buning qarta kuchlik fatvo berilmayotgan bo'lsa va yoki vijdonimiz qimirlamayotgan bo'lsa, qani o'ylab boqinglar. Bizga o'xshash bir millatning, yana mustaqillik da'vosi qilishining, ay yulduzlik ko'k bayroqni dukuniga asqinning nima ahamiyati? Biz haqiqatan mustaqillikka loyiq millat bo'la oladikmi? Siyosiy yetakchilar, mujohid sarvazlar, millatparvar ziyolilar, bularning hech qaysi e'tirof qilinmayotgan, o'zimizning holi uningdan betar bo'lgan holda
vatan deb to'lab yurishning yana nima ahamiyati? To'g'ri, nuqsonsiz bir inson yo'q, ammo ko'p jihatda to'g'ri yo'lda menayotganlarni duoyimizdan boshqa qaysi harakatimiz bilan qo'llayapmiz? Dinning ashaddiy dushmani, bizning mangulik dushmanimiz bo'lgan Xitoyni har jihatdan dushman tuta oladikmi? Bu yo'lda men qanchalik qila olaydim emas, ustimdagi majburiyatimni qo'limdan kelishicha ado qilay deb baqdikmi? Hech bo'lmasa Ibrohim alayhisalomga yiqilgan o'tni o'chirish uchun ig'izda suv elib kelgan qushchilik bo'lsa-mu, vijdonimiz va iymonimiz rohatlanadigan amal qila oldik. Aziz qarindoshlar, Xitoy e'tiqodini, ko'z qarashini, madaniyatini, tilini qanday yomon ko'rgan bo'lsak, Xitoy davlatini, Xitoy mollarini shunchalik yomon ko'rish hayotimizdan, turmushimizdan chiqarib tashlash bizning aqalli majburiyatimizdir. Shunga aziz qarindoshlarga deydiganimiz, o'zimiz qanoatlanadigan, qalbimiz arom topadigan holda yashaylik. O'zimizni har vaqt vijdon va iymon tarozisiga selib boqaylik. O'zimizdan bu ishim dinimga, vijdonimga uyg'unmi deb so'rab turaylik. Allohning nusrat inoyati xatoliklarni tunib, tuzatganlarga yor bo'lsin.